g'iybat qilmang. Ertaga azoblanasiz. Oy xo'jaya, oy kelin. Eshikda ariqni tagida mazg'avoyni yuvma. deydi. Qulog'im dinsa bo'ldi, nima ishim bor demaydi. Shundiga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo shunaqa maqtaganki, naqadar go'zal xulq uzradirsiz deb maqtaganda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi marhamat qiladilar. Men ya'ni xulq odoblarni mukammal qilishlik uchun keldim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifdan umid qilib, qaniydi endi Toif meni qabul qilsa-yu, men Toifga o'rnatsam, sahobalarimni chaqirsam, shu yerda menga azob bo'lmasa. Toifliklar buni eshitadi. Majnunlarni, jinni aqli pastlarni, yosh bolalarni qo'llariga toshlarni ushatib 3 kilometr atrofida orqasidan yuguradi. Alloh taolo vahiy qiladi: "Ya Jibril, boring. Do'stimni oldiga boring, holidan xabar oling. Holini bilib turibdi Alloh taolo." Lekin shunda ham so'raydi. Zolchin, bolangizni yig'latib qo'ydingiz, yo bo'lmasa bolangiz bir narsadan xafa, bilasiz xafaligini, yo lekin yo ayolingizni jo'natasiz, yo bir bolangizni jo'natasiz, bor ukangdan xabar olchi, nima bo'ldi ekan deb xafaligini bilasiz. Alloh taolo bilib turib, Jibril, boring, Rasulimdan xabar oling. Agarda tanasidan bir tomchi qon yerga tushadigan bo'lsa, yo'q qilaman qavm. Shuni osmonga ko'tarasiz, yerga tashlab olasiz. Yo'q qilaman deganlik holatda Jabroil alayhisalom: "Ya Muhammad alayhisalom, ahvolingiz qanaqa? Yaxshimi? Yomonligimi?" deb turibdi. Alloh taolo buyurdi: "Agarda xohlasangiz bu qavmni shuni osmonga ko'taraman, yer bilan bitta qilib qo'yaman ekan. Bir qoniz yerga tushadigan bo'lsa, shu ish bo'ladi." Dedilar, "Shunaqami yo Jabroil?" "Ha, shunaqa" dedi Alloh taolo. "Undan bo'lsa men hamma qonimni tanamga surkab yuboraman" deb oqib ketgan qonlarini tanasiga surkab olgan ekanlar. Rahmatul lil alamin bo'lgan zotda shuning uchun nimaga Alloh taolo rahmat dedi? Mo'minga ham rahmat, kofirga ham rahmat bo'lgan zotda. Duo qildi: "Ya Allohim, bular nima qilayotganligini bilmayapti. Bularni qavmida bordi, nimaga Jabroil alayhisalom yig'lagan. Jabroil alayhisalom nimaga ular qilyapsiz deganligida, balki bularni asha avlodidan, qavmidan olimlar, qorilar, haligi mujohidlar chiqadi. Shundan umidim bor deganligida, hali 100 yil o'tmasdan turib Payg'ambarimiz alayhisalom o'tganligidan keyin shunaqa olimlar chiqqan ekan, shunaqa qorilar chiqqan ekan, shunaqa mujohidlar chiqqan ekan, shu kuchlilar shu yerda bo'lgan. Men odatda Toifni yomon ko'rar edim. Nimaga?